2015-yilda Lionel Messi Neymarning oltin to'pini o'g'irlagan. Ha, ko'pchilik shunday fikrlaydi, ammo bu mutlaqo xato. Xo'sh, o'sha yili ular bir xil jamoa safida o'ynashgan, ya'ni Barselonada. Shunda Barselonaning treblida ham barcha yutgan sovrinlarida ham ularda bir xillik yuzaga keladi. Neymar o'sha mavsum Chempionlar Ligasi chorak finalidan keyin barcha uchrashuvlarda gol urgan. Jami 5 ta o'yinda 7 ta gol urgan deysizmi? Hech qanday shubha yo'q Neymarning iqtidoriga ham, salohiyatiga ham. Ammo futbolchilarning o'sha mavsumdagi umumiy statistikasiga e'tibor bering. Messi mavsum davomida 52 ta uchrashuvda 58 ta gol urib, 31 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Salkam 90 ball. Neymarda esa bu sonlar kamroq, ya'ni 63 ta o'yinda 48 ta gol va 15 ta assist. Umuman olganda Messidagi highlightlar ham Neymarnikidan kam emas. Masalan, uning Bavariya darvozasiga urgan goli hozirgacha roliklarda aylanadi. Kamiga o'sha mavsumda Messi va Argentina Copa America finaliga qadar yetib boradi. Neymar va Braziliya esa yurishlarini chorak finalning o'zida yakunlagan edi. Shunday ekan 2015-yildagi oltin to'pni Neymar Messidan o'g'irlagan degan gaplarga aslo ishonmang. Bu shunchaki ahmoqlik.